Diqqat! Aholiga shoshilinch xabar. Aprel oyidan O'zbekistonda elektr energiyasi narxi qanchaga oshishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. Hududiy elektr tarmoqlari 2025-yil 1-aprel sanasidan elektr energiya uchun yangi narxlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, bir xonadonga mo'ljallangan 200 kilovatli limit 600 so'mdan etib belgilandi. Hozirgi narx 450 so'mni tashkil etadi. Agarda foydalanilgan miqdor 200 kilovatdan oshsa, 1000 so'mdan to'lanadi. Avvalgi narx 900 so'm edi. Foydalanilgan elektr 1000 kilovatdan oshsa 1500 so'mdan narxlanadi. 10000 kilovat va undan yuqori miqdor uchun to'lov 2000 so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, Iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov aprel oyidan elektr energiya va gaz narxlari oshishini ma'lum qilgan, deyiladi xabarda.